Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomizda siz bir iflos qaynotaning iflos qilmishlarini bilib olishingiz mumkin. Kanalimizga kuzatib boring. Bundan-da zo'r videolar hali oldinda. Gulruh yangi kelin bo'lib tushganidan beri bu hovlining sokinligi unga yoqardi. Turmush o'rtog'i Baxtiyor chet elda ishlardi. Shuning uchun u asosan qaynona va qaynotasi bilan yashardi. Kuni bilan uy yumushlari bilan band bo'lsa-da, ko'nglida nimadir yetishmas edi. Qaynotasi Iskandar aka salobatli, dono, yoshi 50 dan oshgan erkak edi. U har doim ogir-bosiq gapirar, keliniga o'z qizi singari muomala qilardi. Ammo ba'zan Gulruh uning nigohlaridan nimadir sirli, tushunarsiz mehr sezardi. Bu hissiyotlar unga boshida galati tuyuldi, lekin vaqt o'tishi bilan yuragida tushunib bo'lmas olov paydo bo'ldi. Bir kuni kechasi hovlida yengil shabadada o'tirganida Iskandar aka ham tashqariga chiqdi. U uzoq o'tmish haqida gapirdi, yoshlik orzulari, yuragida qolgan armonlar haqida so'z ochdi. Gulruh hech qachon qaynotasini bu qadar yaqin his qilmagan edi. Shu oqshom uning hayotini butkul o'zgartirib yubordi. Kechalar uzoq suhbatsiz o'tmaydigan bo'ldi. Yaqinlik his qilgan sari Gulruh o'zini tiya olmas edi. Ularni o'rab turgan axloqiy to'siqlar asta-sekin yo'qolib borayotganday edi. Ular bir-biriga oshiq bo'lib qolgandi. Baxtiyor qaytishdan oldin barchasi tugashi kerak edi, lekin taqdir ularga boshqacha yo'l chizdi. Gulruh homilador bo'lib qoldi. U endi nima qilishini bilmasdi. Baxtiyor ham, qaynonasi ham bu haqiqatni bilsa, nima? Baxtiyor bolani kimdan ekanini so'raganda, u javob bera olmadi. Iskandar aka esa uzoq sukunatdan so'ng o'zini aybdor deb tan oldi. Bu gapni eshitgan Baxtiyor qotib qoldi, jahldan qattiq titray boshladi. Oradan bir necha kun o'tib, u uydan chiqib ketdi. Bir haftadan keyin esa ajrashish uchun sudga ariza topshirdi. Vaqt o'tgan sari Gulruhning qorni bilinib qoldi. Baxtiyor bolani kimdan ekanini so'raganda, u javob bera olmadi. Iskandar aka esa uzoq sukunatdan so'ng o'zini aybdor deb tan oldi. Bu gapni eshitgan Baxtiyor qotib qoldi, jahldan qattiq titray boshladi. Oradan bir necha kun o'tib, u uydan chiqib ketdi. Bir haftadan keyin esa ajrashish uchun sudga ariza topshirdi. Gulruh bolasini dunyoga keltirdi, lekin u hech qachon bu farzandni baxtiyor qila olmadi. Iskandar aka esa bir umr vijdon azobi bilan yashadi. Ular bir-biriga och bo'lmagan, lekin sevgi ham baxt olib kelmagan edi. Taqiqlangan muhabbatning oqibati hech qachon yaxshi tugamaydi. Ba'zan yurak buyurgan yo'l emas, aql tanlagan yo'l to'g'ri bo'ladi. Agar hikoyamiz sizga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Sizning birgina qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Yana shunday qiziqarli va hayajonli hikoyalar uchun biz bilan birga qoling. Obuna bo'lishni unutmang.